Janob, o'zingiz aytdingiz-ku, o'lib ketsam ham uylanmayman deb. 80 yoshga to'lmasimdan avval uylanmasang bizni oilamizdan chiqasan. Bas qil. Aytganlarimni qildingmi? Gulli ko'ylak kiyib hozir keladi. Salom janob. Men turmush qurgani keldim. O'g'rilik qilgani emas. Hammani tashqariga chiqaring. Hamma bu yerdan tezroq chiqsin. Men ham ketaman. Salom Van xola. U rozimi? 80 ming kallim berishga rozi. To'g'ridan to'g'ri nikohdan o'tishni so'radi. Hozir esa fuqarolik ishlari bo'limida kutyapti. Boraver. Yaxshi, ketyapman. Buvingizni vaqtincha qutqardik, lekin tezroq operatsiya qilish kerak. Aks holda xavfsizda qoladi. Operatsiya narxi 80 ming. Jarrohlik operatsiyasi 80 ming yuanga yaqin turadi. Yo'ldan qoch! Qoch! Jarrohlik 80 yuanga yaqin turadi. Hozir yordam beraman. Hammasi joyidami? Nimalar qilyapsiz? Yo'limdan qoching. Kechirasiz, buni atay qilmadim. Hozir sizga istagan pulingizni beraman. Xohlagan pulingni beraman.